Agah bo'linglar. Agah bo'linglar. Bir kishini odamlarning haybati haqni ko'rib turib aytishlikdan to'sib qo'ymasin. Bilasiz, haq nima ekanini bilib turibsiz. Lekin bir kishidan haybatlab qo'rqib, shu haqni aytmasdan o'tirmang. Haqmi, dinmi, haqmi? Ayting o'sha dinni. Innahu la yuqarribu bi ajalin. Voy aytsam yaxshi bo'lmaydi menga. U o'limingizni ham tezlatmaydi shu aytishligingiz. Alloh bitib qo'ygan o'limingizni deydi. Va rizqingizni ham kamaytirib qo'ymaydi dedi. Rizqingizni ham kamaytirib qo'ymaydi dedi. Payg'ambar alayhisalom aytadi, sahobiylar aytibdi. Bada ibn Samit aytadi, biz payg'ambar alayhisalomga bay'at qildik dedi. Shunda ya Rasululloh, qiyinchilikda ham, yengilchilikda ham itoat qilamiz sizga dedi. Qiyinchilikda ham, yengilchilikda ham dinni mahkam ushlashlik. Dinga foyda kelib tursa, din ushlaysiz. Dindan sizga ozgina ziyon kelsa, dinni tashlaysizmi? Shuni aytdi, qiyinchilikda ham, osonchilikda ham dinni mahkam ushlashlik, itoat qilishga nima qildik? Bay'at qildik. Va an la nunazi'al amr ahla, ish o'z ahlida turganda ularning qo'lidan tortib olmaslikka ahd qildik deydi. Ba'zi bir inson dinni yetkizyapgan bo'ladi. Ba'zi birovlar uni ustidan yozib, bir narsalar qilib, uni quritib, o'rniga turishni xohlaydi. Ahli bo'lmagan inson keladi. O'zining ahlida turgan insondan ishni tortib olmaslikka ahd qildik deydi. Va biz dedi, biz haqni aytishlikka ahd qildik. Qarang. Haqni aytishga ahd qildik. Agar nimadan? Malomatchini malomatdan qo'rqmaslikka ahd qildik deydi. Birov malomatlasa ham, yomonlasa ham, boshqa qilsa ham haqni aytishlikni biz ahd qildik degan ekan. Usmon radhiyallohu anhu Qur'on o'qib o'tirgan joyida o'ldirildi. Umar radhiyallohu anhu bandat namoz o'qib turganda o'ldirildi. Yahya alayhissalom namoz o'qib turganda boshini kesishdi. Ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Eng qattiq balo payg'ambarlarga keladi. Keyin shularning amsolidagilar, ularning amsoli, ya'ni payg'ambarlarning merosxo'r olimlar, shularning yo'lidagilarga keladi. Man adali waliyan faqat azantuhu bil harb. Alloh taolo aytadi, kim menga dushmanlik, mening do'stlarimga dushmanlik qilsa, kim meni do'stlarimga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman deydi Alloh taolo.